ranglar bilan chizilgan-ku. Bu bo'yoq emas. Toshni o'zi slanis bo'lgani uchun bildirish kerak. Yo bo'lmasa o'rtadagi sudya oyog'ini bunday qilib turibdi-yu, bu ham shunaqa. Bu o'sha anu korridalarni, demak, manbalari deb aytilyapti. Manbalarida. Bu hozir ularda urfga kirib ketganda, aslida bu jonivorlarni kuchidan hayratlanish, jonivorlarning kuchidan foydalanish, jonivorlarni xonakilashtirish va ulardan turli maqsadlarda foydalanish asli bizda bo'lgan. Mana qarang. O'zbekistonda bo'lgan. Kvadratga olingan yana bitta surat turibdi-da, bu sigirniki. Chunki tagida nimasi bor? Buzoqchasi ham bor. Keyingi paytda xalqimiz omoch, bo'yinturoq u deb atab ketdi. Lekin birinchi yerga ishlov beradigan texnikani ixtiro qilib shu yerda, mana bu tekis yerlarni o'zi tekis bo'lmagan. Shu yerlarda dehqonchilik qilganligini dokumenti mana shu, pasporti shu. Demak, bekor bo'lmagan, u jonivorni xonakilashtirish harakati bo'lgan, sport musobaqalari bo'lgan. Qarang, sudya bor, sudyaning obrazlari bor, to'g'rimi? Buzoqchalar mana bekorga emas, ko'paytirish, chorvachilik degan masala bo'lgan demak. Bizda O'zbekiston davlatchiligini 3000-4000 yillik deyapmiz. Lekin madaniyatimiz 2 barobar qadimiyda. Demak, biz bu hududni tarixi deganda davlatchilik 3000 yillik ehtimol bo'lishi mumkindir, lekin insonning madaniyati, yashash madaniyati, turmush madaniyatining shakllanishini 7000 yil shu hudud bilan bemalol bog'layveramiz. Bilasizmi? Bizda hozir Sarmishsoyda 10 mingdan ortiq 7000 yillik 10 mingdan ortiq 7000 yillik qoyatosh oldindan chizilgan. Endi biz o'ylaymizki, bizda tasviriy san'atimiz bari-bilan bir-biridan o'rganib rivojlanib ketgan. Mo'tadil iqlim, oziqaga mo'l, demak, qulay shart-sharoit bo'lganki, mana bu yerlar bundan 100 ming yil avval tog'larimiz o'rmon bilan qoplangan edi. Soylarimizda suv mo'l edi. Shuning uchun bizda jonivorlar va o'simlik olami boy edi. Mana bunga 7-8 ming yil bo'lgan bo'lsa, mana buga bo'lgan bo'lsa, shu 1000 yil bo'lgandir, 500 yil bo'lgandir. Demak, ko'z bilan ham shunday qarab, qobonni ko'rasiz-da. Ha-da. Mana bu yerdagi shoxini ham ko'rasiz, masalan. Estetika berilgan, juda yaxshi bo'lgan. Quyosh o'rtasida sog'lom inson. Quyosh demak hayot manbai ekanligi, quyosh bo'lmasa hayot yo'q degan falsafa yotibdi.